Xabar berganimizdek, tarixda ilk bor kimyo fani bo'yicha eng nufuzli xalqaro olimpiada o'zbekistonlik mezbonlik qilmoqda. Poytaxtimizda ushbu 58-xalqaro kimyo olimpiadasining tantanali ochilish marosimi o'tkazildi. O'zbekiston! 90 dan ortiq mamlakatning eng kuchli intellektual salohiyatli yoshlari bugun O'zbekistonda jam bo'lishgan. Boisi tarixda ilk bor kimyo fani bo'yicha eng nufuzli olimpiada mezbonligi yurtimizga ishonch bilan topshirildi. Menimcha hammasi ajoyib bo'ldi. Barchasi juda yaxshi tashkil etilgani menga juda yoqdi. Sizda ko'plab ajoyib ko'ngillilar, ya'ni volontyorlar bor. Jarayonning har bir bosqichi samimiy va iliq muhitda o'tdi. Bir so'z bilan aytganda, ochilish marosimi a'lo darajada tashkillashtirilibdi. Bu yerga birinchi marta kelgan bo'lsam-da, O'zbekiston menda iliq taassurot qoldirdi. Mamlakatingiz yoshlarining olimpiadadagi natijalari ham yomon emas. Yildan yilga o'sish, intilish bor. Shuning uchun ushbu nufuzli olimpiada mezbonligiga aynan O'zbekiston tanlandi. 1968-yildan buyon muntazam o'tkazib kelinayotgan mazkur bellashuv maktab o'quvchilari o'rtasidagi eng yirik va nufuzli xalqaro fan olimpiadalaridan biri hisoblanadi. Har yili dunyoning yetakchi davlatlaridan eng iqtidorli yosh kimyogarlar mazkur musobaqada ishtirok etib, nazariy bilim va laboratoriya ko'nikmalarini xalqaro standartlar asosida sinovdan o'tkazadi. Ko'p o'quvchi qatnashyapti, hayajon juda kuchli. Lekin O'zbekistonda bo'layotgani va xalqimiz bizni qo'llab-quvvatlab turgani bizga ishonch bo'lyapti. Bu yil ham 2 ta oltin, 2 ta kumushni yangilab, 4 ta oltin olamiz. Prezidentimiz ishonchini oqlaymiz. 58-xalqaro kimyo olimpiadasining O'zbekistonda o'tkazilishi mamlakatimizning xalqaro ilmiy ta'lim hamjamiyatidagi nufuzini yanada mustahkamlaydi. O'zbekiston mazkur nufuzli olimpiadaga 2013-yildan buyon muntazam ravishda ishtirok etib kelmoqda. Ishtirok etish bosqichlarida natijalar daraja ko'zga ko'rinarli bo'lmagan. Shu bilan o'quvchilarimizni yuqori natijaga ko'rsatishiga aynan davlatimiz rahbari tomonidan alohida e'tibor qaratilishi, 2019-yildan boshlab olimpiada o'quvchilar uchun alohida rag'bat tizimi tashkil etilishi, olimpiadani umuman olganda yangi bosqichga olib chiqilishi va o'qituvchilarga ham mablag' berilishi evaziga aynan juda katta qiziqish paydo bo'ldi. Endi o'quvchilarimiz nafaqat ishtirokchi, balki oltin medallarga da'vogar terma jamoalar safiga kirdi. 57-xalqaro kimyo olimpiadasida 2 ta kumush, 2 ta oltin medalni qo'lga kiritdik. Mazkur xalqaro olimpiadani mezbonlik olish 2022-yilda Xalqaro kimyo olimpiadasini boshqaruv qo'mitasi va umuman olganda hakamlar hay'atining qarori bilan O'zbekistonga ishonib topshirildi. Ma'lumot o'rnida olimpiada doirasida delegatsiyalar uchun mamlakatimizning tarixiy shaharlari, madaniy merosi va sayyohlik salohiyatini namoyish etuvchi maxsus dasturlar ham tashkil etiladi. Eslatib o'tamiz, 10-iyuldan start olgan 58-xalqaro kimyo olimpiada jarayonlari 19-iyulgacha davom etadi.